etaman deb ma'lumot qilyapti. Oyatda mo'minlar uchun ulkan bashorat bor. U ham bo'lsa duo va iltijo qiluvchilarni, so'rovchilarni o'sha amo etishga beriladigan Alloh subhanahu va taoloning ilohiy va'dasi. Mana shu va'da sizimizni yana ham vaqtlarda hushyor qiladi. Yana ham tetiklashtiradi. Ana ibodatni qilsak, qabul bo'lmay qolsa nima bo'ladi degan shubha bo'ladi. Rijo bo'ladi, umid bo'ladi. Shuning uchun ham bu umid rajolarimizni yana ham mukammallashtirishligimiz. Shu duo yoki bo'lsa qiladigan ibodatlarimiz qabul bo'lmay qolmasin degan jiddiy jahd bilan harakat qilishimiz kerak. Komil tahorat olishdan, o'sha komil ibodatlarni qilib, liboslarimizni yaxshilab, o'zimizga xushbo'yliklarni qo'yib, ana namozda xushu-huzurni yo'qotmasdan ibodat qilishligimiz. Namozda xushu-huzurni demak saqlashligimiz. Bu ham Alloh subhanahu va taolo siz bizga mana bu oyda beradigan katta-katta darajatlarni unutmasligimiz kerak. Endi azizlar bilamizki, Qadr kechasini fazilatlariga erishsa, ko'p yaxshilikka erishadi. Kimki Qadr kechasini fazilatidan mahrum bo'lsa, ko'p narsadan mahrum bo'lib qoladi. Yil davomida bir marta keladi bu ne'mat. Yil aylanishlik bilan bir marta kelyapti. O'sha ne'matni ham demak zoyi qilib qo'ysak, ana o'sha boshqa bir narsani yo'qotib qo'ysak qanday? Cho'ntagimizdagi pulimizni yoki biron bir narsamizni yo'qotib qo'yib, qanday achinamiz. Istirob chekamiz. Bu ham g'animat kuni. Bu ham g'animat daqiqalar. Ana shunday bir narsani yo'qotib qo'ygandek istirob chekishligimiz sizimizni iymonimizdan dalolat qiladi. Duoni ijobatidan to'suvchi sabablardan biri bu bugungi kunda bilamizki, o'sha har xil bahonalar bilan silai rahmni uzib tashlashlik. Jamiyatdagi birlik, inoqlik, o'zaro yordam, muhabbatning asosida birinchi o'rinda o'sha silai rahm turadi. Bir-biriga bog'lanishlik, oshna og'aynilarni bir-biriga bog'lanishlik. Ularni ham dindosh, ham qarindoshlik haqlari borligini unutmaslik kerak. Qarindoshlikni uzish degani ulardan uzoqlashish, imkoni bo'lsa ham ziyorat qilmaslik, xursandchilik va qayg'usiga sherik bo'lmaslik, o'zini xos muammolari va boshqa narsalarini undan afzal ko'rishlik. Ana bu narsalar demak sizimizni hozir aytganimizdek yaratganda o'sha nimalardan darajatlaridan uzoqlashtirib qo'yadi. Bu haqda Imom Buxoriydan kelgan hadis bor. La yadkhulul jannata qati'ur rahim. Ya'ni silai rahmni uzgan kishi jannatga kirmaydi dedi. Ba'zilar arzimas narsalarni evasiga mol talashibmi, pul talashibmi, uy talashibmi, joy talashibmi, yaqin oshna og'aylar bir-biriga uzib ketadi. Yuz ko'rmasib ketadi. Hatto boshqa odamlar borib o'sha ularni bir yarashtirishlikka yoki masalan o'sha islohga keltirishga harakat qilsa yo'q deb turaveradi. O'zini gapida ma'qul qilib turaveradi. Shunday holatlar afsuski bugun ham ko'p uchrayapti. Shuning uchun ham har birimiz bu narsalarga bizni ham e'tiborlicha silai rahmni birinchi o'ringa qo'yishligimiz kerak. Odam bolalarining amallari har payshanba kechasi oqshomida Alloh taologa arz qiladi. Shunda silai rahm ko'tariladi. Shunda silai rahmni uzuvchilarning amali esa qabul qilinmaydi. Imom Ahmad rivoyatlari. Demak, bizni amallarimiz har payshanba juma kechasida Alloh taolo huzuriga nima qilarkan? Ko'tariladi. Ana shu ko'tarilganda kimiki qoti'ur rohim bo'lsa, ya'ni kimiki oshna og'aynisidan, yaqinlaridan uzilgan bo'lsa, uni amallari nima qilmaydi? Ko'tarilmaydi deb ma'lumot qilyapti. Buni demak e'tiborli bo'lishligimiz. Hamma uyga borgandan keyin bu narsani o'ylab ko'rib o'zlariga xulosa qilishligi kerak. Va yaqin birodarlar ham o'sha bir-biriga yaqinlarga yetkazib qo'yishlik kerak. Shuning uchun ham bu narsani demak bilib qo'yishligimiz kerak. Endi Qur'oni Azimishanda Alloh subhanahu va taolo Tahrim surasida bizni o'sha otash do'zaxdan uzoqlashtirib, haqiqiy tavba egalari bo'lishligini bayon qiladi.
استعوذ بالله يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار صدق الله العظيم. Yani ey iman keltirganlar, Allohga chin tavba qilingiz. Shoyatki Robbingiz sizlarning gunohlaringizni o'chirib, ostilaridan anhorlar oqib turadigan jannat bog'lariga kiritgan deb marhamat qiladi. Mana shu uchun ham banda biror bir amalni qilganda uni o'sha xatoligini bilgandan keyin albatta tavba zarur qiladi. Tavba zarur qilganda ham hozir aytganimizdek haqiqiy tavba qilishlik kerak. Tilimiz uchida emas, haqiqiy tavba qilsak Alloh taolo ijobat qiladi. Va Payg'ambar alayhisalom Imom Tirmiziy rivoyatlarida bayon qiladiki, kullu bani adama xato'a va xayrul xoti'in at-tawwabun deb marhamat qiladi. Odam balolarning hammasi xatokordir. Xato qiluvchilarning yaxshisi tavba qiluvchilaridir dedi. Kimiki tavba qiladigan bo'lsa, o'sha afzal. Xatoni qilib turib, yo'q deb yana o'zinikini ma'qul qilib qo'yadigan bo'lsa, u tavba qiluvchi emas. Xatoni tuzatib, o'sha islohga kelishligi kerak bo'ladi. Mana shuni ham ta'kidlash kerakki, bugungi kunda o'zaro ajrashib yurgan yoki o'sha yaqinlarni yuz ko'rmas bo'lib ketgan qarindoshlar ham afsuski bugun uchrab turibdi. Alloh taolaning dargohidan o'sha duo qilsa yoki mesela o'sha amallari solihlarni qilib Alloh taoladan sidqindan so'rasa, albatta u duolar rad etilmaydi. Qachonki hozir aytganimizdek o'zaro ular bir-birini kechirib, bir-biriga bog'lansa. Jamiyatimizda o'zaro nafrat, ko'rolmaslik, hasad, gina qudrat albatta qolmasligi kerak. Mana bu oyda ko'proq duo qilaylikki, o'shanday salbiy holatlarni bo'lmasligi, jamiyatda o'zaro bir-biriga ittifoqlik, uni yurtni tinchligi, yoshlarimizni tarbiyasi va yurtimizni yana ham o'sha taraqqiyotini bardavom bo'lishligini Yaratgandan so'rab ko'proq duoya xayrlar qilishligimiz. Yana bir muhim masala shuki, mo'min kishilar bugungi kunda xavf va rojodan bo'lishligi. Har qanday amalni qilgandan keyin uni qabul bo'lishligini banda umid qilishligi. Shuning uchun ham hech qachon Alloh taoloning dargohidan noumid bo'lmaslik. Bu mana arzimas bir narsani birovga borib berdim yoki bir ehson qildim, nima bo'ldi degan, yaxshini shuni qilganim yoki boshqa ish qilsam yaxshi bo'larmidi deb ikkilanmaslik kerak. Hatto bitta yarimta xurmo bilan bo'lsa ham do'zaxdan o'zlarini saqlanadigan payg'ambar. Valo bi shakk tamrata. Yarimta xurmo bilan bo'lsa ham otashi do'zaxdan o'zlarini saqlanadi. Uni katta, buni kichik demaslik kerak. Har kimning o'zini darajasi, o'zini imkoniyati bor. Shu imkoniyatga qarab qilinishi kerak. Qachon bir katta bir narsa qilsam, keyin qilaman, ehson qilaman deb yurmaslik kerak. Birov 1 so'm topadi, birov 100 so'm topadi, birov 1000 so'm topadi, birov 10 ming so'm topadi, birov 1 million topadi. Qanday bo'lsa ham o'sha ehsonni o'ziga darajasida demak qilib qo'ysa, uni Yaratgan dargohida qabul qilaveradi va uni hech qachon noumid bo'lib qolmaslik kerak. Alloh taolo hammamizni avvalo bu muborak oyni fazilatlaridan bahramand aylasin. Bu fursatni albatta qo'ldan ketkazmasdan qolgan ibodatlarimizni qilib borishligimizni o'zi nasib qilsin. Mana jamoat yig'ilgandan iltimos qilamizki, bugun Xudo xolisa kechqurun taravih namozlari ham bo'ladi va o'sha mashinalar, texnikalar masalasida mana ichki ishlar kelib turibdi. Bizga o'sha taraflarga inspektorlar ham ma'lumot berib o'tyapti. Bu tomondan bir yaqinga qo'ymaslikdan harakatda bo'laydi. Ertaga qayta unga bunga mayli biron bir yuk olib keladi, birovga suv olib keladi, birovga olib kelsa ham tushirib keyin olib borib qo'yishlik kerak. Mana shu narsalarga ham jiddiy e'tiborimizni qilaylik. Xudo xolisa inshaalloh mana hayitimizni ham e'lon qilingan ishtiga 20-bo'ldi. Xudo xolisa vaqtlari haqida ma'lumotlar beramiz. Bomdod namozidan keyin o'rtacha 1 soatdan keyin bo'ladi. Inshaalloh namoz bomdodga kelaveramiz. Qolganlarga aytib, shu namoz bomdoddan keyin ma'ruza eshitishga keladi. Xudo xolisa shu nasib bo'lsa shu 7 atroflarida bo'ladi. Shu atrofda nasib bo'lsa
hayit namozi o'qilinadi. İnşallah bungacha hali yana ma'lumotlarni yetkazamiz. Endi bilamizki, muhtaram jamoat, nechta nimalarga yurtimiz o'sha davlatimiz tomonidan ham, davlatimiz tomonidan ham yaxshiliklar qilingan. Buni hammamiz bilamizki, bugun o'zimiz ham guvohi bo'lib ba'zi joylarga o'zimiz borib qatnashdik. O'sha Usmonxon idorasi, keyin o'sha Vaqf xayriya fondi va ijtimoiy himoya milliy agentligi bor. Mana shu tomondan tumanimizga bir qancha o'sha ehsonlar olib kelib tarqatdik. Ba'zilariga o'zimiz ham borib qatnashdik. Tumanimiz bo'yicha ko'p o'sha ehsonlar, mana hozir oqsoqollarimiz, nuronilarimiz aytyapti, har bitta mahallaga ham nechtadan oila 10 dan ziyod oilalarga o'sha mablag'lar va keyin oziq-ovqatlar berildi. Bu hammasi o'sha yurtimizni tinchligi, xotirjamligi, qolaversa o'sha yurt rahbari, diniy rahbarlarimiz barchalar mana bu xayrli ishlarga bel bog'lab turibdi. Sizimiz ham bunga o'zimiz ham qarab turishimiz kerak. Chunki xalqimiz ishlarida bugun ham bir 5 ta oilaga, yana bir kishi qo'y so'yib bir 20 ta oilaga nima ehson tarqatildi. Bu ham o'sha bir sinib turgan qalbni salgina bo'lsa xursandchilik bilan ularning qalbiga bir yaqinlik, qalbiga bir xursandchilik olib kirish bo'ladi. Uchun hali inshaalloh Ramazon oyimiz davom etyapti. Yana ham bu ishlarda bardavom bo'lishligimiz kerak bo'ladi. Alloh taolo hammamizni o'zi rushdi hidoyatida qilsin. Bu ehsonlar bo'lgan shularning haqlariga duo qilamiz. Mana o'tgan haftalardan ham qolib qolganlar bor. Ularni bugun ulgurmasak, Xudo xolasa ma'ruzalarimiz davomida e'lon qilib boramiz. O'shga Qosimdan asl akamiz shifo talab ekan, ustoz Jamol 100 ming so'm, yana bir birodarimiz imtihon topshiryapti ekan, duo talab ekan 20 ming so'm ehson qilgan. Mana hozir bu bir varaqdan ziyodda o'qisak vaqtimiz ancha ketadi. Xudo xolasa bugungilarni e'lon qilaylik bo'lmasa, To'raqul akamiz Paxtachidan ekan, Rossiyadan farzandlari safardan kelyapti ekan. Alloh taolo esoniga yetishga nasib qilsin. Fazliddin akamiz 2 ming so'm, Bekmurodov Ilhomjon Rossiya safarida ekan, Karamanlikdan $100 ehson qilgan, bir ahlolimizga duo qilingizlar degan. Olim akamiz 50 ming so'm, Mirvat akamiz qizlari shifo talab 200 ming so'm ehson qilgan. Ularning hammalarini Alloh taolo o'zi ehsonlarini qolsin. Mana bir varaq turibdi, nasib bo'lsa joyida bularni e'lon qilamiz. Vaqtimiz yetishmayapti hozir. Bir varaq ko'proq ehson qilgan, ya'ni bu Ramazon oyining boshidan to hozirgacha bo'lgan ehsonlar, bularni nasib bo'lsa Xudo xolasa joyi kelganda hammasini e'lon qilib o'tamiz. Alloh taolo ehson qilganlarning hammalarini o'zi dargohida qabul etsin. Mana shu 3 hafta davomida masjidimizda ko'rgan bo'lsangiz, katta o'zgarish qildik. Mana patolog ishlari bo'ldi, shifoq ishlari, mana malyarka ishlari bo'ldi. Boshqa darslarni olib tashladik. Mana komissiya ba'zi e'tirozlariga nima qilish uchun ularni olib hammasini joy-joyiga qo'yib qo'ydik. Nega xizmat qilgan qancha ustoz bolalarimiz bor, namozxonlarimiz bor, aka-ukalarimiz bor. Hammalaridan Alloh rozi bo'lsin. Bu xayrli ishlarni boshlab turgan hammalaridan Alloh rozi bo'lib, bu xayrli ishlar yana ham bardavom bo'lishini o'zi nasib qilsin. Bir duo qilamiz endi. Parvardigori olam barchalarimizni o'zi yurishda hidoyatga bergin. Ehson qilganlarni mana kimdir puli bilan, kimdir qo'li bilan, kimdir xizmat qilib ketdi. Hammalaridan o'ziga rozi bo'lib, o'zining ajrini ato aylang. Bu muborak oyning fazilatlaridan bahramand aylang. O'tganlarimizni o'zining oxiratlarini obod qilgin. Robbana atina fid dunya hasana va fil oxirati hasanatan va qina azobannar bi rahmatika ya arhamar. Muhtaram jamoat, yana bir e'lonimiz bor. Erta indin, ya'ni 14-15 kunlari hamma joyda umuman hashar. Shuning uchun qabristonlar, ko'chalar, mahallalar, uylar, masjid atroflarida hamma joylarda hashar ishlari bo'ladi. Marhamat, bunga joylarda o'zlaringiz faol bo'lasiz. Hammalardan Alloh rozi bo'lsin. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.